Assalomu alaykum qadrli dehqonlarimiz. Bugun Samarqand viloyati Tayloq tumani qaysi mahalla? Bog'zor mahallasiga mana o'zimizni mahalliy Orlendayev bir urug'imizdan berganmiz. Mana shu 7,5 gektar foliyaga ekilgan. Piyozlarning terim jarayoni hosili. Hozir bu piyoz qanday haligisi oldingi piyozlarga nisbatan afzalliklari qanday ekan? Assalomu alaykum Orif aka. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Mana xudo xolasa 7,5 gektar piyoz ekkandim. Orlendan olgan navdan. Piyozimiz yaxshi, zo'r chiqdi, xudoga shukr. Mana ko'rib turganingizdek katta urug'lar, ishonchli urug'lar ekan. Men oddiy urug'dan baraka topdim. Baraka bersin Alloh. Dehqonchiliklarga haqiqatan juda ham chiroyli piyoz o'tdi. Narx-navosiga ham bari yaxshi o'tib ketdi. Xudo xolasa. Hali o't bosibdi-da poliyani. Ha, kattaga o't bosdi, hech qilib yaxshi yomon emas. Suvga chidamliligi qanday ekan? Sug'orish qanday ekan? Shu kapilni sistema qildim. Kapilni sistemaga u piyoz shu nam juda xohlar ekan. Nam kerak ekan. Nam, faqat nam kerak ekan bunga. Biz Spanishlar unaqa bu sort shunaqa sort ekanki, tayi pastga nam bo'lib tursa piyoz shunchalik katta bo'ladi. Ozuqa nima qilinadi? Qanaqa ozuqalardan foydalanadi? Ozuqa shu gerbisidlar. Mana aga keyin o'zini amafoz shu ozuqalardan foydalandik-da. O'tga qarshi Selitra berdik. Shilangdan, kapilni shilangdan. Ha, sepma qilmay kapilnidan berdik. Kapilnidan, sepma umuman qilganimiz yo'q. Ha. Azizlar, bitta narsa aytib o'tamiz. Kapilnidan bergan selitrani agar ko'pchilikda piyozning tagi chirish bo'ladi-da. Shu narsa boyagi qo'l bilan sochib selitra berish ko'p a'zo tushib ketgani hisobiga mana shu taraf chiriydi piyozni. Shunga e'tibor qilingizlar. Mana piyozlarimiz ko'rinishi tarafga terim bo'lyapti aylantirib. Xudo xolasa kelasizlar mana Nasib qilsa keladi ishlaymiz. nasib bo'lsa. Yaxshi ishga baraka topdik. Urug'lardan olib. Mayli, charchamanglar. Mayli, rahmat. Sizlarga